Tarmoqli marketingda birinchi ahamiyatga loyiq bo'lgan jihati bu O'zbekiston Respublikasida qonuniy faoliyat olib borishi va ikkinchi jihati analogi boshqa joyda yo'q bo'lgan mahsulotni o'zi ishlab chiqaruvchi bo'lishi. Va uchinchi ahamiyatga ega bo'lgan jihati mahsulot va marketing halolligi. Har bitta mahsulotni halol sertifikatga ega bo'lishi va inson sonidan emas, mahsulot aylanmasidan daromad to'laydigan kompaniyani marketingi halol hisoblanadi. Mahsulot insonlarga xizmat qilishi kerak, ya'ni hamkor keraksiz tovarga yoki bo'lmasam faqatgina daromad topish uchun pul to'lamasliklari kerak. Va beshinchi ahamiyatga ega bo'lgan jihati bu kompaniyada intizom, shaxsiy rivojlanish va o'quv tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Shu jihatlariga ahamiyat berib kompaniya tanlasangiz, bu kompaniyada katta muvaffaqiyat va daromadga erishasiz.